Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'omay Uslamay ushu ko'rib turgan 50 tonnalik yonkisimiz sotiladi. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 kaladamiz. Leningradda. Amrabat dilla, Leningrad dilla, Gücüm dilla. Şurada ko'rib turgan 50 tonna ekan. Hamma yerini tekshirib, suv quyib olasizlarmi, saral quyib olasizlarmi, 100% yechenda defekt yo'q ekan bu. Mana taylardan ko'tarib qo'ydilar. Yecheri tushirmagan, yecheridan Denizde kaçırmaydı ekan. Evvelki qadimki 50 tonnalık. O'zlaringiz ko'rsanglar bo'ladi. Hozir deyishdi varakini yantak bosib yotdi ekan. Shundan keyin biz o'tib olmaydik. Taylarni har tarafini. Onsa ko'rsatsak bo'ladi. Men aylantirib. Mana. Bemalol turibdi yana. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm aytilib turibdi. Kelishadigan yeri bor. Şöyle o'zingiz olib ketasizlar, yo pul kelishadigan bo'lsa, dostavka matbarada kelaman. Mana. Kime qiziq bo'lsa, iqlolat telefonini bemalol bolalarni olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda görüşmek üzere. Yetkazgan vaqtingiz rozi bo'linglar.